Instagramdan bitta video ko'rib qoldim. Bulardan MBN degan ustaxonaning ustozi epikan bamperlarni sepibdilar. Sepish jarayonida jemchug rang kraska svarajsa qilgan, ko'targan shunaqa ustalarga tavsiya qoldiribdilarki, klientlarga tushuntiringlar, qimmat material olinglar, arzon material olmanglar. Mana oldingi usta shu 100-150 ming pul ekonomik qilib, arzon material olganning evaziga men 900 ming pul vaqtimni kuyapman debdilar. Siz qayerdan bilasiz u odam arzon material olganini? Qayerdan bilasiz 100-150 ming pul ekonomik qilganini? Qayerdan bunaqa fikr kalizga keldiki, shu qimmat material olsa svarajsa qilmadi, arzon materialda kraska svarajsa qiladi degan gap qayerdan keldi sizni kallangizda? Bunaqa narsa yo'qdi. Qimmatmi, arzonmi, bu materialga qaramadi, u sepilish, podgotovka texnikasiga qaradi. Siz o'z ishingizga uverilmasiz, birov ishiga uverin bo'lib, qanday bampera sepilgan jemchug rangi ustidan yana siz jemchug sepyapsiz? Qanday bunaqa riskovat qilasiz? Bamperi polni jemchugini tozalab tashlash kerak edi, plastmassacha, shkolka qilibmi yo simovka bilanmi tozalab tashlash kerak edi. Ana undan keyin plastifikator, keyin gruntovka, keyin kraska sepish kerak edi. Ishingiz chiroyli ham chiqadi, mana bunaqa noqulayliklar ham bo'lmaydi, pul ham tushmaydi, vaqtingizni ham ekonomik qilgan bo'ladingiz. Kraskani svarajsa qilishi sabab ko'p. Kraskani даже noto'g'ri tayyorlash ham svarajsa qilishi sabab bo'ladi. Masalan, kimdir rastvaritelь bilan tayyorladi, kimdir top metal bilan, kimdir razbavitelь bilan. Kraskani razbavitelь bilan tayyorlash kerak. Original razbavitelь bilan. Faqat original razbavitelь o'sha Navol, Baslak yo Okean razbavitellar bo'lsa, o'shana o'xshash razbavitellar bo'lsa, o'shalarda qo'shish kerak. Masalan, 1 litr kraskaga 1 litr razbavitelь tavsiya qilinganmi, o'shani qo'shish kerak. U norma. Lekin 1 litr kraskaga 1 litr top metaliga razbavitelь qo'shsa, u kraskani suyultirib beradi, vyaskasini ham o'ldiradi. Razbavitelь o'ldirmaydi. Farqi shunda. Razbavitelь 1 litr razbavitelь qo'shsa, kraskaning sostavida razbavitelь ko'payib ketib, bu ham svarajsa qilishiga sababchi bo'ladi. Razbavitelь kam qo'shilsa ham svarajsa qilishiga sababchi bo'ladi. Chunki kraska quyuq bo'ladi, quyuq sepiladi, quyuq sepilgan narsa qalin bo'ladi, qalin sepilgan narsadan o'sha razbavitelь isparina bo'lishi qiyin bo'ladi. Keyingisi междуслойка. Kamera ko'p odamda kamera yo'qda, zavodga kamera. Kraska sepayotgan zona deylik. O'sha kraska sepayotgan zonada issiq zona bo'lishi kerak, kam 30 gradus, 25 gradus bo'lishi kerak. O'sha zonada kraska sepayotgan bo'lsangiz, междуслойкасы yarim soatdan bo'lishi kerak. Har bir sloyga yarim soatdan vaqt berish kerak. Chunki kraskada razbavitelь isparina bo'lishi uspet qilish kerak. Isparina bo'lgandan keyin keyingi sloyni sepish kerak. Mana shu narsalarga e'tibor bersa, jemchug hech qachon svarajsa qilmaydi, hech qachon. Shuncha aqllilik qilib, birov xatosini topib tipa vinovat qilmay, men o'zi ikkichilar deb ko'p tanqid qilaman, ko'p ustonni ikkichi deb tanqid qilaman. Siz ham shu ikkichilar qatoridasiz. Xafa bo'lasizmi, basha qilasizmi? Chunki o'zingiz xatoingizni ko'ra olmagansiz. O'zingiz xato qilgansiz, birov vinovat qilyapsiz. Agar shuna o'xshash biron qanaqa bir maslahatlar kerak bo'lsa, bemalol direktda yozishingiz mumkin. Javob beraman. Maslahatlar kerak bo'lsa, bepul maslahatlar, oltinga teng bepul maslahatlarni beraman.